Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Qorasuv shahar axborot kutubxona markazi Kitob insonni ma'naviyat sari yetaklaydi loyihasi doirasida mashhur yozuvchi, jurnalist Fyodor Drayzerning sarmoyador kitobi. O'zbek kitobxonlariga o'zining baxti qaro keling. Amerika fojiasi singari romanlari bilan tanish. Amerikalik adib Fyodor Drayzerning hech bir asari o'quvchilarni befarq qoldirmaydi. Yozuvchi vatani Amerikaga bo'lgan mehr-muhabbati uni chinakam milliy yozuvchi darajasiga ko'taradi. Vatanini kelajagidan tashvishga tushishi uni asarlarining asosini tashkil etadi. Darhaqiqat, inson insoniylikdan chiqarayotgan eng salbiy omillardan biri vatan qayg'usida o'zini chetga tortishi, faqat uni boyligi uchun sevishidir. Fyodor Drayzer qalbidagi otashin vatan sevgisi uni o'lmas vatanparvarga aylantiradi. Adibning sarmoyador romani garchi bir ishbilarmon hayoti haqida hikoya qilsa-da, unda o'zingizni okean ortidagi badavlat mamlakatlarning hozirgi va kelajagidan voqif bo'lasiz degan umiddaman. Aziz kitobxonlar, kitobsevar kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishingizni tavsiya etaman.